O'zbekistonda qizlarning xorijda o'qishiga kamdan kam hollarda ruxsat berilishiga qaramay, Sabohat bu stereotipni buzishga va o'z orzusini ro'yobga chiqarishga harakat qilmoqda. Ingliz davlatlarida tibbiyot sohasida o'qish uchun kamida 7 IELTS talab qilinadi. Chunki bu yo'nalish inson hayoti bilan bog'liq va talabadan yuqori til bilim so'raladi. Boshqa sohalarga qaraganda tibbiyotda maosh yuqori, lekin bunga erishish uzoq va mashaqqatli yo'lni talab etadi. Sabohat aynan shu yo'lni tanlagan. Bolaligimdan boshlab odamlarni davolash orzuyim bo'lib kelgan. Shuning uchun Avstraliyada Public Health yo'nalishini o'qishga qaror qildim. Salom hammaga. Yoshim 19 da. Hozirda Griffith universiteti 1-kurs talabasiman. Griffith universitetining Gold Coast kampusini tanladim va keyingi 4 yilni Brisbane, Gold Coast shaharlarida o'tkazaman. Soham murakkab va talab ko'p bo'lgani uchun Avstraliya davlati menga bir qator imtiyozlar beradi. Ko'proq muddatga qolish, PR uchun qo'shimcha ballar va bu sohadagi balandroq maosh. O'qishga va vizaga topshirish jarayonlarida Everstudy Consulting menga katta yordam berdi. Ular mendan oldin opamga va pochchamga ham Avstraliyada o'qishlariga yordam berishgan. Hurmatli qizlar, agar sizlar ham Avstraliyada o'qimoqchi bo'lsangiz, Everstudy Consultingga murojaat qiling. O'zim sizlarni Brisbane va Gold Coastda kutib olaman. Sizlar bilan Avstraliyada ko'rishguncha.